Men bu joyga hech ham kelib ko'rmagandim. Bugun birinchi marta kelib ko'rdim. Menga shunaqa lokatsiyalari, qulayliklari yoqdi. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Hozir sizlar bilan Yunusobodda joylashgan Labirint mehmonxonasi haqida gaplashamiz. Labirint mehmonxonamizda umumiy hisobda 20 ta xona mavjud bo'lib, har bitta xona o'zining qulayliklari, sharoiti va katta kichikligi bilan bir-biridan ajralib turadi. Narxlarimiz esa atiga 150 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Mehmonxonamizga kelishinglar bilan sizlardan talab qilinadigan narsa faqatgina pasport yoki haydovchilik guvohnomasi. Bizning Labirint mehmonxonamizda ko'rib turgan shunaqa ixchamgina kichkinagina xonalarimiz ham bor. Narxlari atiga 300 ming so'mdan. O'ylaymanki, bunaqa ixchamgina xona hammalarga yoqadi. Ko'rib turganingizdek, mehmonxonamizda shunaqa 2 kishilik yotoqxonalar mavjud bo'lib, xonalarimizning narxi xonaning kichkinaligi, kattaligiga qarab narxi farq qiladi. Hozirgi ko'rib turgan mana shu kichkinagina ixchamgina xonalar narxi atiga 250 ming so'm. Bizning mehmonxonamizning manzili shunda uch qahramondan kelishda Megaplant yetmasdan Ahmad Donish bozorchasining ro'parasida joylashgan. Mabodo tushunmay qolsanglar yoki lokatsiya kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.